Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mana bu 18 dekabrdagi videoniki davomi. Hozir shuni qilyapsam to'xtab qoldi. Telefonim to'xtab qoldi. Burun bunday ish bo'lib boqmagan. Nima ish ekanini uqmadim. Buning bir sababi bor edi. Uniki davomini qilaveray. Albatta men degandek Uyg'urlarniki sarxil ziyolilari ko'pincha hozir mayatgan. Ularni o'z yurtlariga qaytarib, saqchilarga tutib etibdi. Bunday bo'lishida shu chet eldagi Uyg'urlarniki yapayotgan faoliyatlari, tashviqotlari, Uyg'ur ziyolilari nada degan videosi, Mashal guruhi chiqargan murojaatnoma, shu qatorliq narsalarga rolini cho'ng bo'ldi. Amerikan o'lkasi degandek. Demak bu jihatdagi ishlarni bundan keyin texnik kuchaysak bo'ladiganligini ko'rsatib beradi. Bu bizniki bir kichik qalbimiz, bir qism sarxillarimizniki jinni qutqizib qolibdimiz shu bo'lgan chog'da. Shunga bunga men xush bo'ldim. Cho'qim buni ko'rayotgan ko'pincha ham xush bo'lganlar deb o'ylayman. Anda hamimizning xabarida bor, burun chet elda tuqqanlari bor Uyg'urlarni eng oldida tutgan Xitoylar lagerlarga sulash ishini boshlagan chog'da. Hozir endi shu yaqinda quyitib bo'lganlarning ichida chet elda tuqqanlari borlar ko'proq ekan. Chet elda tuqqanlari bor, ashtaq sulat kishilarning ko'p qismi quyib berdi deb anladim. Onun ichida yana shu halaqadek ro'yiga sabab qolgan nayti jismoniy jihatdan ig'ir zaxmlar uchirgan kishilarmi hali ko'pkan, lekin quyib berganlarida chet elda tuqqanlari borlar ko'proq ekan. Buni nimadan darak berdi desanglar, shu tuqqanlaringlarni chet eldagi sizlar qutuldiryapsizlar mana shu qanchada. Isbot berib, rasmlarini ko'rsatib, ismini chiqarib, atab, u hukumatlarga arz qilib, mush orqali vatandagi tuqqanlaringlarni qutulib qolinglar degan gap. Bu yana isbot berishniki naqadar muhim ekanligini ko'rsatib berdi. Albatta men degandek, hozir yangidan tutish boshlanibdi. Lekin yangidan tutilganlar, yangidan odam tutgan chog'da Xitoy hukumati chet elda tuqqanlari borlarni tutmaslik mushtariq bir ishga jihati siyosati bor ekan hozir. Chet elda tuqqan bo'lishning o'zi hozir vatandaşlarni qutulib qilishning bir xil sharti bo'lib qolib turibdi. Andan keyin shu uzun muddat Uyg'ur elida vazifada kelgan Uyg'ur kadrlar asosan tutilib ketdi deydi. Ko'plari tutilib ketdi. Hozirmi ko'pinchisi lagerda ekan, bir qismini quyib turibdi. Quyib berganlarning kuni intayin taska. Qanday taskan desanglar, ularni nurg'ularini qo'yib bergandan keyin ish vaqt qilib qo'yibdi o'zining burun ishlagan idorasiga. Shuning bilan ish vaqtiga ko'p bo'lib ketib, ularniki bir qismidan uydan chiqmay, uyda o'tirishni talab qilibdi, shart qilibdi. Yana bir qismlari bo'lsa, ishxonasiga bordi ekan, erkin ishxonaga bordi ekan, ammo ishxonada hech kim bilan ko'rishmay, ishxonada qiladigan ishmi yo'q. Hozirgi sharoitda qiladigan nima ish bor o'ylab qolsanglar, tasavvur qilib qolsanglar bo'ladi. Qiladigan ishmi yo'q, ishxonasida o'tirib qaytib keldi ekan. Hech qanday odamga gapmi qilmay, hech kim bilan ko'rishmay, boshqa ish yo'qda qaytib keldi ekan. Boshqa bu ahvol bu lagerda yetib chiqqan bu kadrlarga intayin cho'ng ro'y zulm bo'lib turibdi. Ularda hech qanday o'tkazgan gunoh yo'q, jinoyat yo'q. Hech qanday ish yo'qlar. Lager ushlab chiqib, hozir burun bir yaxshi xizmat etayotgan odamlarni hozir mushta holat akib qo'ygan uchun bu balki bir xil ro'yi azob bo'lib, shuning bilan muddatdan burun to'yib ketmaganlar ko'p. To'yib ketmaganlar. Men bu to'g'riliq burundan tortib kelyapman. Xitoy amaliyotda bu jazo lagerlarini bir Uyg'urlarni o'ldirish zavodiga aylantirib oldi. Bularni top qirvasi bo'lmaganligi uchun shunday ro'y jihatdan, jismoniy jihatdan qiynab, shu orqali ömrünü qisqartish mush ishning bir qismi deb tushunaman buni. Hozir bu ish damlash qilib turibdi. Endi nima men burun degan Xitoyniki aslidagi maqsadi Uyg'urlarning 2 qismini o'ldirib, 3dan 1 qismini o'rta asrdagi terrorchilik qilish yo'llangan odamlarning saviyasiga olib qo'yish deb
Bu iş o'zgargani yo'q. Men kelgan uchurda bu ahvol o'zgargani yo'q. Hozir bu ish davomlashyapti. Uniki bir qism isbotlarini ko'rishlarni hozir. Masalanga bu yildan boshlab ba'zi maktablarda to'liqsizini bitirgan Uyg'ur bolalarining to'liq o'tirg'a ko'chib o'qishi intayin zo'r darajada tuvanlatilibdi. Masalanga bir sinfdan 2-3 bola to'liq o'tirg'a chiqa oladi. Qolganlarni chiqib qo'ymaydi ekan. Qolganlarniki to'liq o'tirib o'qishiga yo'l qo'ymoqdi qolganlarniki. Ular shuning bilan boshqa ish qilishga yoki o'tir texnikumlarga berib o'qishga majbur bo'libdi. Endi o'ylab baqsaq bo'ladi. Xitoyniki 12 yillik majburiy ma'rif tuzum bor. Bu tuzum ne ketdi? Nima uchun Uyg'ur bolalarini buningdan keyin to'liq o'tirda o'qig'izmaydi? Bu men abaytaman degan 3dan 2 qism Uyg'ur nufusini 3dan 2 qismini o'ldirib, 3dan 1 qismini o'rta asrdagi terishlarniki seviyasiga olib qo'yish degan narsalar birdek bu. Bundan keyin Uyg'urlarni bilimsiz qoldirmoqchi. Hozir lagerda Uyg'urlarni o'tiryapti. Zavodlarda o'tiryapti. Uyg'urlarniki tabiiy ko'pishni butunlay to'xtatdi. Ayollarga o'qil urib, dori ishkizib, tug'amaydigan qilib qo'ydi. Erlarni qiynab jismoniy jihatdan ojizlashtirib yo'q qilyapti. Hozir normalni oila turmushi yo'q. Ailesi bor odamlar bek oz hozir. Ashtablarga ekib qo'yib, hozir endi bolalarini to'liq o'qishga yo'l qo'ymay, bu nega ekib Uyg'urlarni deb faraz qilib qolsanglar. Men degan halqi Xitoyning umumiy planini tushunalaysizlar. Menda chiqib turibdi. Endi shu Uyg'urlarniki Uyg'ur bolalarini to'liq o'tirg'a chiqib o'qishini cheklash ishi qanchalik darajada umumlashdi bizim vatanda Sharq Turkistonda. Mush yoqda agar uchuringlar bor qarindoshlar bo'lsa, menga yetkazgan bo'lsanglar, imkoniyati bor qarindoshlar bir inqilab olsanglar, bu ish qanchalik darajada umumlashgan ahvol buni bilib baqsaq. Herhalde bir yerda bu ish yuz beribdi. Bir sinfdan to'liq o'tirib o'tganlar 2 yoki 3 ta edi. Bu ish umumizga ahvolmi yoki bir yerga ahvolmi buni bir bilgan bo'lsak, mushto'liq bir tirish baqqan bo'lsanglar. Mangaga yana bir uchur yaqinda hozir endi Urumchida ko'chalarda Uyg'urlar ozlab ketgan lekin hozir endi idora jamiyatdagi bolalari bilan birga yashayotgan Uyg'ur oilalariga buyruq tushirib, masalan, erini lagerga ketgan ayoli bolalari bilan yashayotgan oilalarga buyruq tushirib, har kunisi balonlarni elib Urumchining ko'chasini bir aylanib kelinglar, piyoda minib aylanib kelinglar deb buni vazifa qilibdi hozir. Bu nima desa, chet eldan kelgan yoki ichkaridan kelgan kishilarga Uyg'urlarning borlig'ini ko'rsatib qo'yish qilayotgan ish mushtaq bir vazifa tushibdi yaqinda. Menga mushtaq bir uchur keldi. Endi sizlarning xabaringlarda bor, Amerikada chiqayotgan Uyg'ur qonuni ishlari yaqinqi bir haftada sal to'xtab qoldi. Hozir Avam palatasi butunlay Donald Trump'ningki prezidentligini evitish mushal bo'lib ketdi yaqin nurg'un isbot berish ishlari shunaqa bo'lib Amerikalarning zehni shuni markazlashib qoldi. Ashtamanlar bu bizga kelgan bir talaysizlik. Uyg'urlarning qonuni biroz to'xtab qoldi. Men yaqinda bu vaqtda yangi xabar olmadim. Amerikadagi bir qism qarindoshlar hozir intayin kuchab harakat qilyapti. Senatorlarga telefon qilib, shu qonunni tezroq senatordan o'tkazish, aniki prezidentga yo'llash ishini o'tish qilish uchun tirishmoqda to'xtamay. Lekin bu yerda yaqinda ancha ilgirlash bo'lmadi. Meniki deb qo'ydigan yana bir ishim o'tgangi videoda Urumchidagi qatnash maktabida ishlaydigan Erkin Sidiq ismli bir kishiniki Malayziya, Tayland, aşırılarga sayohatga berib qaytib kelgan vaqtida Beijingda tutilib, shu kunda isloq tutilib, undaki Urumchiga avatilib, Urumchiga kelib bir necha kunlik o'lib ketganligini tilga olgandim. Men qarindoshlarga bir murojaat qilgan bo'lsa, shu qarindoshimiz to'g'riliq agar rasm yoki boshqa uchur bo'lsa, menga yetkazib bersanglar deb. Shu Erkin Sidiqniki inisi bilan do'st bo'lgan bir qarindoshimizning uchur keldi. O'zim ko'rgan ekan, Erkin Sidiqni o'zim ko'rgan ekan, lekin rasmi yo'q ekan. Bu to'g'riliq izlanayotganlar bor, hozir intilishayotganlar. Agar bu to'g'riliq ko'proq uchur egallay olsam, men kelar sizlarga xabar qilaman. Endi oxirida sizlarga bir talabim bor meniki. Hozir men izchil turda ta'kidlab qo'yaman. Chet eldagi ingliz tili va boshqa tillardagi tashviqot pek muhim bo'lib ketib bordi. Mush yerda meniki bir ehtiyojim bor, bakishga ehtiyojim bor.
jurnalizm, axborotchilik yoki ijtimoiy fandagi ba'zi kasblarda o'qigan, inglizcha maqola yozadigan, inglizchada shu g'arb dunyosining saviyasida maqola yozadigan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashgan bo'lsanglar, fidoyilik ish qiladigan ishlarmi bor yoki ozroq bir ish qilg'ash bo'lsa, uning bor. Hozir müşahede pek küçük ihtiyacı var bizde. Bir aloqalashgan bo'lsanglar, müşahede nurg'un qilgan var. Men bilan hozir xil ko'p fikirlar aloqalashyapti. Men uyg'urlarcha ish qilsam, men ish bersangiz deb. Ular bilan u yo'lda paranlashyapman. Lekin bu sohada inglizcha g'arb dunyosi qabul qilgan saviyada maqola yozadigan odamga pek kuchli ehtiyojimiz bor hozir. Agar bo'lsa musahada uyg'urlar uchun biraz ish qilishni o'ylayotgan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashgan bo'lsanglar. Maqola men bugun shunchalik so'zlay. Ma video ikki parcha bo'lib ketib qoldi. Ishkasini tan chiqarib qo'ymayman. Kelar qatim ko'rishishcha ma bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoyimga omonat.